Akalar, mana shu SM7 bir haftaning ichida sotilib ketmasa agar saytimizga kiradi, texnik holatdan tekshirilgan, normal holatda. Kelgan odam ham bemalol tekshirib oladi o'zi. Xudo xolasa o'zim olib borib tekshirtirib beraveraman ko'zim yonida. Holati ideal. 2010-yil 170 ming kilometr yurgan benzin. O'zim minib keldim Suvandan. Mana oshxona oldiga keldim, Toshkentda, Ansanga, Shihinga. Hadovoylari zo'r ekan, o'zim minib keldim, normal holatda mashina, ideal. Tashqaridagi shovqinlar, shumlar uncha kirmaydi. 2.300.000 o'sha narx. Kimga kerak bo'lsa, srochniy sotiladi. Kelib olib ketsanglar, nomiga o'tkazishlar bilan 2.300.000 ga qilib beramiz, xohlasa. Bir hafta o'zim minaman. Agar sotilib ketmasa, saytga qo'yamiz. Keyin boshqa mashina olaman o'zim. Buni hali olmadim, prosta o'zim minib keldim, boshliq minib ketaver deganiga. Aloqasiz ko'rasizlar.